Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Birodar aziz, inshaalloh karim bugun Hazrat elimizdan, Toprak elimizdan muqaddas haj safarına yo'llanayapmiz inshaalloh. Bog'eram to'yxonasida 18 may günü azonki soat 6:30 inshaalloh yurtimizdan hajchilar xudo xolasa yetib boradi. Birodarlar, haqqlarimizga duo qilib turinglar. Xudo xolasa inshaalloh bizlar ham nasib etdi birodarlar. Haqqimizga duo qilib turinglar. Bilarda bilmasda xato gaplan bo'lsak, ko'nglingizni deyib qo'ygan bo'lsak, Alloh uchun bizani kechiringlar, iltimos. İnşallah kerim qo'llangancha xizmat qilishga harakat qildik. Xato kamchilik qilgan bo'lsak, ko'nglingizni deygan bo'lsak, barchalaringizdan Alloh uchun kechirim so'rayman. Bizlardan rozi bo'linglar. Haqqlarimizga duo qilib turinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.